Adasi, shundoq qizingizga qarab turing, 5 minut shundoq kirlarni yoyib oling. Va 5 minut dam olgani ham qo'ymaysan. Bitta qo'lingni ushlab kira yoysang bo'ladi. Ko'proq harakat qilsang sal ozarmiding? Ha, xo'p, mayli. Nima chapilatasan? Kamroq shirinlasang ozarmiding? Semizligimni gapirasiz. Bolalar bilan ovora bo'lib, o'zimga ham vaqt ajrata olmayman. Zalga ham ruxsat bermasangiz. Zalda nima bor sanga? Bolalarni bilsa sen ham katta gap. Ko'p gapirmagin, men ketdim ishga. Keniye, nima qilib o'tiribsiz? Sizni qidiryapman. Tinchlikmi, xafamisiz? Akangizlar-da, zalga ham qo'ymanglar, semizsan deb gapirurlar. Voy, Keniye, shuni ham o'ylaysizmi? Men sizga shu temada zo'r narsa ko'rsatmoqchi edim. Qarang, Keniye, bego'y daroshka uyga olib kelib qo'ysangiz, umuman zalga borishingiz ham hojat yo'q. Uyda o'tirgan holda shug'ullanamiz. Ham ozishingizga ham foyda bo'ladi. Oyiga 25 mingdan to'g'ri kelar ekan. Uzun marketdan zakaz qiladigan bo'lsak, kuniga 25 ming 30 mingdan to'g'ri keladi. Ikkalamiz semizga pulimizga ham olib qo'yamiz, Keniye. Voy, zo'r bo'lardi. Unda hozir zakaz qila qoling. Ham bolalarga qarardim, ham sport bilan shug'ullanardim. Mana Keniye, endi sizga alis. O'rtoqlar, sizlar ham uyingizga bego'y daroshka xarid qilmoqchi bo'lsanglar, aktualniyda silkasini qoldiraman. U yoqqa o'tib bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bo'lib to'lashga, xohlasanglar naqdga xarid qilsanglar ham bo'ladi. Sizning fikringizcha, erkak kishi ayolining semizligi sababli ko'nikishi kerakmi yoki ayol kishi o'zini o'zgartirishi kerakmi? Kommentariyada fikringizni qoldiring.